Poyezd g'ildiraklari qanday ishlaydi bilasizmi? Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, poyezd g'ildiraklari avtomobil g'ildiraklariga o'xshamaydi. Ular biroz konussimon shaklda yasalgan. Buning sababi esa juda ham qiziq. Avtomobilda burilish paytida differensial mexanizm ishlaydi. U chap va o'ng g'ildirakning turli tezlikda aylanishiga imkon beradi. Chunki burilish paytida tashqi g'ildirak ichki g'ildirakka nisbatan ko'proq aylanishi kerak. Ammo poyezdda differensial mexanizm umuman yo'q. Chap va o'ng g'ildiraklar bitta o'qqa mahkam biriktirilgan va har doim bir xil tezlikda harakatlanadi. Unda qanday qilib poyezd burilishdan chiqib ketmaydi? Muhandislar bu muammoni juda ham aqlli usul bilan hal qilishgan. G'ildiraklarga konussimon shakl berilgan. Poyezd burilishga kirganda u biroz yon tomonga siljiydi. Shunda tashqi g'ildirak kattaroq diametr bo'ylab, ichki g'ildirak esa kichikroq diametr bo'ylab harakatlanadi. Natijada bir xil aylanish tezligida ham tashqi g'ildirak ko'proq masofani bosib o'tadi va poyezd burilishni hech qanday differensialsiz o'ta oladi. Eng qizig'i bu texnologiya ancha oldin kompyuterlar hamda elektronikalar paydo bo'lishidan oldin o'ylab topilgan. Temir yo'l muhandislari ushbu muammoni 200 yildan ham ortiq vaqtda geometriya hamda fizika yordamida hal qilishgan. Bugun esa millionlab yuk va milliardlab odamlar shu oddiy ammo daholarcha muhandislar yechimi tufayli xavfsiz harakatlanishmoqda. Ba'zan eng buyuk ixtirolar eng murakkab emas, balki eng oddiy ko'rinishda yechimlar bo'ladi.